Assalomu alaykum. Hurmatli Uzum market ishchilari va xodimlari, mana 2 kun oldin basseyn olgan edim. Mana kech payt basseynni suvga to'ldirib qo'ysam, shu ahvolda. Biz er-xotin nogiron bo'lsak, bu basseynda yemay-ichmay o'g'limiz uchun olib bergan edik. Shu ahvoldagi basseyndan qanday foydalanishimiz mumkin? Yana bu palon pul turadi. O'zlaring bir aloqaga chiqib, yo almashtirib beringlar, yo bizni bo'ynimizdagi kreditimizni ozod qilib beringlar. Shu ahvolda biz qanday ishlatamiz? Suv quyyapmiz, puchayib suv o'chib ketyapti. Uzum market xodimlari sal e'tiborliroq bo'lishlaringni iltimos qilgan bo'lardik. Mana shu ahvoldagi basseynda o'zlaring foydalanarmidilaring? Mana ertalabki ahvoli shu. Tog'ora ham qo'yib ko'rdik, bir tomon qiyshayib ketyapti deb bo'lmadi. Unisini ham qilib ko'rdik, bo'lmadi. Endi bunchalik bo'lmaydi-da, kreditga olyapmiz. Mayli kreditga olsak ham shuni pulini to'laymiz-ku, to'lamagunimizcha qo'ymaysizlar telefon qilaverib. Lekin shu ahvoldagi tovarni sotib, yana sotgandan keyin qaytarib olinglar desa, teshik yo birak chiqadigan bo'lsa, qaytarib olmaysizlar shuni. Sizlardan iltimos qilardim, shunga oydinlik kiritib masalamizni hal qilib berishlaringni iltimos qilardik.